Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi brifingimizda aholi murojaatlari bilan ishlash, fuqarolarning muammolarini tinglash va ularni hal etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xulosasi hamda kelgusi rejalarimiz haqida ma'lumot beramiz. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak. Shu tamoyil asosida biz murojaatlar bilan ishlashni shunchaki qog'ozbozlik emas, balki aholining hayotiy muammolarini yechish mexanizmiga aylantirdik. O'tgan 2025-yil mobaynida shahar soliq inspeksiyasiga 122 nafar murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shularning asosiy qismi quyidagi yo'nalishlarga to'g'ri kelmoqda. Soliq imtiyozlari berilish bo'yicha 17 nafar, ortiqcha to'lovlarni qaytarish bo'yicha 28 nafar, soliq hisobotlarini taqdim etilish bo'yicha 10 nafar, tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatga o'tkazish va faoliyatini to'xtatish bo'yicha 5 nafar, mol-mulk va yer soliqlarini hisoblashdagi noaniqliklarni bartaraf etish bo'yicha 19 nafar, elektron soliq xizmatlaridan foydalanish bo'yicha 11 nafar va boshqa masalalar bo'yicha 32 nafar. Shuningdek, mazkur murojaatlarning 88%, ya'ni 108 nafar ijobiy hal qilingan bo'lsa, qolgan 12%, ya'ni 14 nafar huquqiy tushuntirish va huquqiy ko'rsatmalar berib o'tilgan. Barchamizga ma'lumki, har bir soliq organi xodimi uchun tadbirkorning muammosi eng birinchi galdagi vazifa. Shu sababli idorada o'tirib murojaat kutish amaliyotini cheklab, soliqchi tadbirkorga ko'mak tamoyil asosida 12 ta mahallaning har birida tasdiqlangan grafik asosida sayyor qabullar tashkil etildi. O'tkazilgan sayyor qabullar orqali har bir biznes vakilining dardini eshitib, ularning faoliyatiga to'siq bo'layotgan omillarni bevosita joyida bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Ushbu o'tkazilgan qabullar davomida soliq sohasiga oid 68 nafar tadbirkorning murojaati bevosita joyida o'rganilib, ularning 56 nafar joyida ijobiy hal etilgan bo'lsa, qolgan 12 nafariga yuridik xizmatlar ko'rsatildi. Bu kabi sayyor uchrashuvlar nafaqat muammolarni hal qilmoqda, balki davlat soliq xizmat organlari va biznes vakillari o'rtasida ishonch ko'prigini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari murojaatlar ijrosi nafaqat muddat nuqtai nazar, balki sifat jihatdan ham qat'iy nazorat qilinmoqda.